Agar bitta inson bu haqida gapirsa, bu tuhmat bo'lishi mumkin. Ammo har xil insonlar bir xil turdagi ma'lumot bersa, fikrlash doirasi joyida insonlar bu narsaga nisbatan savol berishni boshlashi kerak. Feruza Normatovaga to'g'ri, haqoratsiz savol berganlarni otasi ham qolmadi, onasi ham qolmadi, Feruza Normatova so'kmagan. Nimaga fikrlash doirasi to'g'ri insonlar haqoratsiz Feruza Normatovaga savol bersa, Feruza Normatova ularni otasidan, onasidan so'kyapti-yu, lekin boshqa turdagi insonlar Feruza Normatovani kommentariyada haqorat qilsa, ularning ustidan yozib yuborish, shtraflar bilan shantaj qilyapti. Nimaga haqiqatda yetib chiqayotgan inson kotkovlar hamma jirkanchishlarni qilib bo'lib, keyin hijob kiyib olib, sizlarning oldingizga chiqib turib, bu hammasi tuhmat degan inson haq bo'lishi kerak. Nega onasini urganligi haqidagi ma'lumot chetga surilishi kerak-ku? Abort qildirganligi haqida gapirsam, seni nima ishing bor deyishinglar kerak. Yoki sizlar faqat o'zingizga kerakli ma'lumotlarni eshitib qolganlarini ko'rmaganlikka olasizlarmi?